Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Prezident qarori qabul qilindi. Yangi turdagi stipendiya ta'sis etiladi. Bugun shu haqda batafsil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Yashil texnikumlarda ekostipendiya ta'sis etiladi. Qarorga ko'ra, universitet hamda yashil texnikumlar ta'lim tizimining uzviyligini ta'minlash maqsadida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab yashil texnikumlarda ta'lim jarayoni universitet tomonidan ishlab chiqiladigan va Kasbiy ta'lim agentligi tasdiqlagan ta'lim dasturlari asosida tashkil etiladi. Yashil texnikumlarda majburiy va tanlov fanlari universitet tomonidan belgilanadi. Universitetning birinchi bosqichda o'qitiladigan mutaxassislik fanlari yashil texnikumlarning ikkinchi bosqich o'quv dasturlariga maxsus kurs sifatida kiritiladi. Yashil texnikumlarni muvaffaqiyatli bitirgan ingliz tilidan B2 darajaga ega bo'lgan bitiruvchilarga universitet tomonidan belgilangan ballar o'rtacha qiymatidan kelib chiqib, bakalavriatning ikkinchi bosqichidan o'qishni davom ettirishga ruxsat beriladi. Yashil texnikumlarda ekostipendiya ta'sis etiladi va har yili 10 nafargacha iqtidorli o'quvchilarga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan miqdorda stipendiya to'lanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.